Amerikaga kelishingizdan xabardor oshnangiz, do'stingiz, birodaringiz bo'lsa yaxshi. Ammo bo'lib turib hech qanaqa yordam ko'rsatmasa, balki bu ham yaxshilikkadir. Shunchaki aytmoqchi bo'lganim, biz kimlardandir nimalarnidir kutamiz-ku har doim. O'shani kutmasdan o'zimiz harakat qilsak agar, mana shu kutadigan vaqtimizga ketadigan vaqtimiz aslida o'zimizni harakatimiz bo'lishi kerak emasmi? Nima deb o'ylaysizlar? Ba'zi bir jo'ralarim bor, juda ham sostoyanida, juda ham havas qilsa arziydigan sostoyanida. To'g'risini aytaman, o'shalardan yordam so'rashga odammi yuzi betlamaydi, beti yuzlamaydimi? Shunaqa bo'ldim to'g'risi, lekin ulardan minnatdorman baribir. Men bilardim, agar yordam so'rasam agar berishlarini bilardim. Shunchaki so'ramadim. O'zim eplayman dedim. O'zimga o'zim shunday dedim. Sababini ham aytaman, chunki ishonib kelganlarim menga yordam bermagandan keyin ulardan yordam so'rashga rostini aytsam uyaldim. Nima bo'lsalar ham sog' bo'lasizlar.